Oybek Metroning yonidan 220 kvadratlik Gabus uyimiz sotuvga chiqdi. Narxi ham zo'r, lokatsiyasi vashi super. Mana metro, mana Gabus uyimiz. Atrofni ham zo'rligini qarang. Buni joylashgan joyini ko'rsatib tushuntiring, yo hamma biladi. Bilmaganlar uchun bu tomon Rossiya gazetasiga chiqib ketish. Bu eski Angeles Food. Mana shu yerdan shu chapga qaytsangiz Kosmonavt metro va Tashkent City'ga chiqib ketasiz. Stoga Westminsterga, o'ngga esa Gospitalniga chiqib ketish, hovlisini va uyini ko'rsatamiz. Atrofni zo'rligini qarang. Podzemniy parkovkasi ham bor. Hovlilarni dahshatligini qarang. Yashasangiz ham mazza bo'lsa kerak. Stadionlargacha bor. Podyezd va liftlar. Uyimiz korobka holatda, kattaligini qarang. Umumiy hisobda 6 ta katta oynagi bor. Dizaynerni olib kelib shunaqangi zo'r uy qursangiz bo'ladi. Uchastkadan ham dahshat chiqadi. Ikkita sanuzelga joy tashlangan. Bu yerda balkoni ham bor, kuxnyaga ham joy shunaqa zo'r tashlangan. Bu videoga bitta like bosib, Gabus izlayotgan tanishingizga albatta jo'natib qo'ying. Narxini $295 ming qilib beramiz. Obuna bo'lishingizdan chiqmasin, telefoningizni kutamiz, bosing.